Assalomu alaykum, qadri baland qadrdonlarim, aziz obunachilarim. Endigina kanalimga kirib kuzatayotgan aziz mehmonjonlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Bugun sizlar uchun yozgi mavsumda o'zim shu bodringlarni sho'rlagandik, mana bankalarga joylashtirgandik. Mana shularni ochib ko'rsataman, qanday holatda turganini ko'rib o'zingiz guvoh bo'lasiz. Inshaalloh nasibsa bu yiliga banka yopayotgansa albatta videolarimizda tomosha qilib shunga qarab yopasizlar degan umiddaman, chunki mana shunday turgan bodringlar juda ham zo'r, saqlashi juda ham chiroyli, ishonchli. Umuman zararli tomonlari yo'q. Mana qopqoqlarini ham ko'rishingiz mumkin. Qorayib nima bo'lib qolgani yo'q, juda ham yaxshi saqlanib turibdi azizlarim. Mana bodringimizni olamiz. Bu bankadan kamida 30 donadan ziyod yopgandim. Inshaalloh yoz bilan. Mana endi birin-ketinlikda ochib, taomlar bilan bemalol iste'mol qilishingiz mumkin. Juda ham zo'r turibdi. Juda ham kars. Hozir ham ochib tarelkalarga solib ko'rsataman, qanday chiroyli saqlanib turganini azizlarim. O'tgangi yozgi mavsumda qilgan videolarimda mana shu bankalarni yopib ko'rsatgandim. Agar kanalimga kirib videolarimni tomosha qilib chiqsangiz, albatta orasida chiqadi. Bu bodring, sho'r bodring o'zimizning hovlimizdan emas, parnikniki edi. Bu o'zimizning parnigimizdan eng oxirgi mavsumini terib olib yopgandim. Kimdan-kim kuzatgan bo'lsa, buni albatta biladi. Parnikda bodringga uncha o'xshamaydi, yumshoq bo'lib qoladi deganlarga mana sizga isbot azizlarim, juda ham zo'r saqlanib turibdi. Yumshoq ham bo'lib qolgani yo'q. Karsillabgina odamga yoqadigan bo'lib turibdi azizlarim. Iloji bo'lsa hammaga yedirib ko'rgan bo'lardim, lekin buni iloji yo'q. Ko'rib o'zingiz baho berishingiz mumkin faqat. Mana juda ham chiroyli saqlanib turibdi. Umuman lat yegan, irigan joylari yo'q, aynimagan. Ko'rinishidan o'zi bilsangiz bo'ladi qay darajada chiroyli saqlanganini azizlarim. Mana juda ham chiroyli saqlangan. Siz ham mana shunday qilib yopsangiz, bu yiliga juda ham ishonchli usul. Usulni qanday yopganimni bundan oldingi videolarda ko'rsatib o'tib ketganman. Bankalarga bodring sho'rlash deb yozsangiz albatta chiqadi azizlarim. Bemalol ko'rib, baho berishingiz mumkin azizlarim. Bizning kanalimiz hali yangi, ko'rib obuna bo'lib qo'yishingizni iltimos qilaman. Keyingi videolarga ko'rishguncha sog' omon bo'lingizlar. Hammamiz Alloh uchun omonatdamiz.